Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaxshimisizlar, sog'lommisizlar? Ramazon oyi muborak bo'lsin, hammangizga qutli bo'lsin. Shu qatordan kelaylik birgalikda keyingi shu mana shu 30 kun davomida bo'ladimi yoki umumiy savdolarimizda nimalarga fokus qilishimiz kerak, ya'ni o'zimizni xotirjam savdo qilishimiz uchun nimadan savdo qilishimizni yoki tahlil qilib nimalarga e'tibor berishimiz kerakligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Uning uchun birinchi o'rinda fundamental analizni eng yuqori qismida ko'rishimiz kerak bo'lgan, ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa bu Amerikadagi o'sha indekslar bor. Ya'ni hozirda umumiy o'z aslida ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan 4 ta indeks bor. Endi 5-inchisi bu qo'rquv va ochko'zlik indeksi. Keling shu narsani bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Sizlar indeksislarimizda mana ko'ryapmiz, Nasdaq indeksi birinchisi, keyingisi Dow Jones indeksi, keyingisi Russell 2000, keyingisi S&P 500 da. Umumiy holatda ko'radigan bo'lsak, bu mana Nasdaq indeksi, ya'ni Nasdaq indeksi butun Nasdaq birjasida bor aksiyalarni o'z ichiga olgan holda bu bir indikator hisoblanadi. Xo'p, buni qaranglar. Anchadan beri o'sib kelayotgan narsa hozir endi yuqori qismda, ya'ni nakapleniya, ya'ni yig'ilish, kuchli yig'ilish bo'lyapti. Endi bu dalish tepaga ketadimi, ketmaydimi? Bu mana shu range holatini qaysi tomonga bizishiga bog'liq. Hozirgi paytda ko'ryapmiz, oxirgi shakllangan global minimum mana 21900 deylik umumiy holatda 21900. Agar shu minimum ushlab qola olsa, darshi tepaga ketish potensiali bor. Endi buni bizib o'tsa, tabiiyki o'zingizlar bilasizlar, buni tagida kattaroq chuqurlik, ya'ni bo'shliq bor. Ya'ni bo'shliqqa yopishga qarab yuradi. Keyingi tushadigan joy bo'lishi mumkin mana bu 20 minglar atrofi. Agar mana shu yerda bizib o'tsa, keyingi tushadigan joylar bu. Bu tushish nima degani desa, butun Amerika fond birjasidagi ko'proq o'sha texnologiya sektori, texnologiya korxonalariga oid bo'lgan aksiyalar kuchliroq tashish ehtimolini bildiradi. Shu uchun mana hozirgi kunda keyingi 5-6 kunimizda bizani ko'proq fokus qilib turishimiz kerak. Mana shu Nasdaq indeksimiz qay holatda yopiladi. Ya'ni bu haftamiz qanaqa holatda yopiladi. Ko'rasizlar, juda ham zo'r nakapleniyadan turibdi. Mana shu nakapleniyadan покупательlarning reaksiyasi bilan tepaga torta olsak va umumiy holatda keyingi 3-4 haftada tepada yopila olsak, trend davom etadi. Lekin buni bizib qo'ysak, pastgacha tushish mana bo'shlig'i bor. Shu bo'shliqqa yopishimiz kerak bo'ladi tabiiyki. Endi bunga bu bilan birgalikda kelayotgan yangiliklar bor. Ko'rasizlar, Eron, Amerika bilan bo'layotgan munosabatlar, neftga bo'lgan e'tiborlar mana hozir qaranglar, 2 oy oldin tilla kuchli o'sdimi? Tilla hozir уже sal uspakoyitsa qildi. Keyingi e'tibori hozir bilasizlarmi nima? Neftga qarab ketyapti. Ya'ni Eron bilan Amerikani, ya'ni kelishuvlari sal o'xshamasa yoki qanaqadir kuchliroq kelishuv qilib qo'ysa, neftni supply deydi, ya'ni taklifini kamaytiradigan darajadagi kelishuv bo'lib qolsa, bu tabiiyki nima bo'ladi? Neftning narxi oshib ketishiga olib keladi. Buni hozir ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda buni ham neftni ham indeksi bor. Hozir qanaqa holatda turibdi? Keling, shuni ham bitta hozir shu joyda ko'rib ketamiz. Neft ham mana qaranglar, предыдущий maksimumlarni yengiladi va o'zi holatda zo'r nakopительный effekt bo'lib turibdi. Endi neftni ko'rib chiqishimizda bizga mana hozir indeks bu yerda Nasdaq tushadigan bo'lsa, texnologiya sektori yoki o'sha financial sektorlar tushadigan bo'lsa, nima o'sadi? Healthcare o'sadi, asosiy iste'mol mahsulotlari o'sadi va neftni ko'ryapmiz. Neftni belgisi kuchli, yaxshi ushlab turibdi. Bu degani neft dalshi rost bo'lishi mumkin. Deylik 77, 78, даже 82 ham bor ekan oldinda, mana shu ключевой уровенlar. Endi neft qaraydigan bo'lsak, bu globalniy уровеньda razvorot modelini shakllayapti. Endi bu narsa bilan birgalikda shu Amerikadagi bo'layotgan voqeliklar tabiiyki bir-biri bilan hamnafas ketyapti. Endi o'sha kelishuvdagi ozgina salbiy o'zgarish bo'lsa, ketdi neft yana kuchli o'sishga olib keladi va tabiiyki biz nima qila olishimiz mumkin? Faqatgina o'sha neftga oid bo'lgan korxonalarga e'tibor beramiz. Halollarini saralab olib savdo qilishni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi keyingi indeksimizga ozgina e'tibor berib qo'yaylik. Dow Jones indeksi sizlarda ko'pchilik biladi, bu 30 ta yirik korxonani o'z ichiga qamrab oladi.
Dow Jones indeksi mana o'zini исторический maksimum yangilab kichkina откат beryapti. Откат holati juda ham yaxshi, ko'rib turibmiz. Lokalniy urovendagi trend ham zo'r ushlab turibdi. Endi Amerikada zo'r treyderlarning gapi bor. As long as trend holds, you good to go. Ya'ni trend is your friend deb aytgan. Ya'ni bu holatda ham xuddi shu trend ushlab qolsa, qanchalik trend zo'r ushlab turaversa, biz davom etaveramiz. Ya'ni ko'ryapmiz, o'suvchi trendda birinchi qonuni aktiv o'z maksimumlarini yangilab borish kerak. Bu yerda shu narsani ko'ryapmiz. Maksimumlarni yangilab boryapti va yuqoriroq minimum shakllanishi lozim. Mana ko'ryapmiz, yuqoriroq har minimum, yuqoriroq minimum hosil bo'lib boryapti. Endi Dow Jonesga qaraydigan bo'lsak, bu holat juda ham zo'r. Ya'ni biz nima xulosa qilishimiz mumkin? O'sha 30 ta yirik korxonalar o'zini yaxshi ushlab turibdi. Endi Nasdaqda nima bunaqa tushib ketgan desak, Nasdaqda boshqa kichkina kapitalizatsiyaga ega bo'lgan korxonalar ham ko'p. Ya'ni bozordagi barcha aktivlar hisobga olingan. Shuning uchun riski yuqori bo'lgan aktivlar hozirgi paytda значит tushyapti. Dow Jonesda yuqori kapitalizatsiyaga bo'lgan korxonalar o'zini qaysidir ma'noda ushlab turibdi. Endi Dow Jones eng katta vazn egasi kim desa, bu Apple korxonasi. Apple'ni ko'radigan bo'lsak, ko'ramiz, butun mana Mag7 korxonalari hammasi tushayotganda, masalan, Tesla'ni qaranglar mana. Tesla qancha tushdi-da? Meta qancha tushdi? Nvidia tushdi. Apple qaranglar. Apple o'sha hammasi tushayotganda Apple o'sdi. Mana hozir ham xayr qilib turib, ya'ni o'z maksimumlarini yangilab, xayrlov qilib hosil bo'lyapti. Qaysidir ma'noda o'sha o'zini yuqori qismida ushlab turibdi. Apple esa eng vazni yuqori bo'lgan korxonalardan bittasi. Masalan, Google'ni ko'rishimiz mumkin. Amazon pastga ancha tashladi. Bitta o'sha Apple o'zini vaznini ushlab, o'zini reputatsiyasini ushlab turibdi. Endi yana indekslarga qaytadigan bo'lsak, bizda keyingisi bu o'sha mana Russell 2000 da. Bu yerda kichkina kapitalizatsiyaga oid bo'lgan korxonalar ko'proq fokus qilingan. Endi mana bu ham o'zini maksimumda qaranglar nima bo'lyapti. Kichkina lokalniy o'suvchi trendda ushlab turibdi. Lekin bitta belgi bor. Bitta belgi, mana bu bitta maksimum desak, bu ikkinchi maksimum. Nima ko'ryapmiz? Ya'ni pastroq maksimum hosil bo'lgan bu yerda. Pastroq maksimum. Endi bu yerda balandroq maksimum bor. Minimum bor. Ya'ni bu yerda nima ko'rishimiz mumkin? Bir qisman siqilish. Endi bozordagi yaxshi holat usha bera olsa, trendimiz yana davom etadi. Endi bu yerda ushlab qolish olmasa, ya'ni boyiga aytganimizdek Nasdaqdagi salbiylik yana davom etaversa, tabiiyki bu yerga Russell 2000 dagi aktivlar ko'pi tushishni boshlaydi. Ya'ni ko'proq tushishni boshlaydi. Bu o'rta me'yordagi aktivlar hisoblanadi bu yerga Russell 2000 ichida. Endi muhimi keyingisi 500 talik. SP500. SP500 da ham ko'ryapmiz, mana o'zini qaysidir ma'noda nakopitelniy effekt, nakopleniya bo'lib turibdi. O'z maksimumlarini uncha yengil olmasa ham qaysidir ma'noda yaxshi ushlab turibdi. Mana hozir ko'rdik. Bunni ham olib qaraydigan bo'lsak, o'z maksimum bor. Mana o'z maksimum bor. Ancha narsa chizib qo'ygan ekanmiz. Maksimum bor. U maksimum yengiladi, lekin oxirgi maksimum yengil olmadi. Shu uchun ham minimum yengilandi. Ya'ni qisman yengilandi. Mana mana qaraydigan bo'lsak, necha 675.79 bo'lsa, mana kecha hosil bo'lgan minimum 675.78, ya'ni 1 sentgagina yengillanish bo'libdi va hozir kuchli yaxshi yopilgan tepada. Endi bugungi kun davomida, ya'ni keyingi 5 kun, mana shu hafta davomida ushlab bera olishsa, sekin yana tepaga torta olishsa, bir qaysidir ma'noda mana shu ключевой zonani tepasiga chiqib olsa, dальше rost bo'ladi. Endi bizda mana shu ключевой zona bor. Mana bitta ham o'z aslida chizib qo'ygan ekanmiz. Mana kuchli nakopitelniy effekt bo'lyapti bu yerda ham. Mana shu joyi bizib o'tsagina любой откатdan покупка qilsak bo'ladi. Mana ko'rasizlar. Mana shu holat bo'lsa, endi bu holat bo'lmasa, bu yana chuqur pastlik bor. Mana ikkita variant chizib qo'ygan edik, hali ham turgan ekan. Bu yerdan yo pastga ketamiz, yo bizib o'tib откатdan keyin kiramiz. Ya'ni ikkita ssenariy tuzganmiz. Endi bundan keyin nima bo'lishi mumkin agar Nasdaq ham pastga tushsa, u ham pastga tushsa deb.
Bu yerda mana bu joyimizdagi накопительный zonamizgacha tushishimiz mumkin. Undan keyin ham endi предыдущий maksimum yengillashga berishmayapti-yu. Глубокий откат birinchi va ikkinchi minimum yengillash ehtimoli oshadi. Qonun bu ham. Не дали обновить предыдущий максимум, обновлять minimum. Endi ikkinchi narsa kuchli уровеньni berishmagandan keyin глубокий откат holati paydo bo'ladi. Ya'ni bu birinchi откат bo'lsa, ya'ni bitta minimum olsa, глубокий откatda ikkita minimum olish, minimumni yengillash ehtimoli yuqorilashadi. Endi shunga oid biza savdolarimizni to'g'ri tahlil qilgan holda qo'yishimiz lozim bo'ladi. Endi kelinglar hozir kriptovalyutaga oid mana e'tibor qildinglar. Mana shu neftga e'tibor berib turamiz. Neftga oid korxonalarga e'tibor berib turamiz. Endi Bitcoinning holatini ko'raylik. Bitcoinda hozir mana kuchli tushishdan keyin mana объемlarga e'tibor bersak, kuchli sotuvdan keyin shunga nisbatan kuchli sotib olish ham bo'lgan. Endi tushuvchi trendga nisbatan накопление против trenda bo'lyapti, to'g'rimi? Ya'ni qaysidir ma'noda yig'ilib turibdi bu yerda ham. Bu ko'pincha qaranglar, o'tmishda nima bo'lgan, razvorotlarda qanaqa modellar bo'lgan. Shu narsalarni bizning vazifamiz ko'rib chiqish. Qaranglar, mana bu yerdagi razvorotda qanaqa model bo'lgan. Bu yerdagi razvorotda mana kuchli tashagandan keyin mana kuchli sotib olish bo'lgan. Lekin bunga nisbatan bitta ложный qilib turib, keyin предыдущий maksimumlarni yengilab, keyin razvorot formatsiyasi bo'lgan. Yokida mana shu holatda olib qaraydigan bo'lsak, agar bu hozir mana shu fazadamiz deydigan bo'lsak, tushgan lokalniy уровеньda накопление против trenda bo'lib turib, pastga tushib, mana shu minimumni yengilab, keyin ketishni boshlagan. Ya'ni bizning holatda ham hozir o'zi ancha kelib qoldik, chunki bizning umumiy tahlil bo'yicha yaqin orada shu 55-56 ming dollarlarga yoki 49 ming bilan 56 ming dollar atrofini bergan edik tahlil qilib. Hozir mana 60 mingga keldi. Bu zo'r tochka. Endi keyingi nuqta agar mashinaga nisbatan ложный qiladigan bo'lsa, shu 49 ming bilan 55 ming atrofiga tushib, keyin rost bo'lishi mumkin. Chunki mana bu yerda o tarixga olib qaraydigan bo'lsak, tarixda zo'r mana shu joyga nisbatan mana shu joyga nisbatan zo'r tasdiqlangan zonamiz bor. Shuni tortib qo'ysak, 54 ming atrofiga to'g'ri kelyapti. Endi qolgan lokalniy уровеньlar ko'p ko'ryapsizlar. Bunga nisbatan ham mana bu yerda hozir o'zi hosil qilayotgan уровень bor, 62 ming atrofidagi. Shunga nisbatan ложный пробитие ham bor. Pivot point hosil qilgan, endi o'zini maksimum bitta yengilab откатidan покупка qilsa ham bo'ladi, ya'ni riskovat qilsa bo'ladi, lekin hozir bitta maksimum hosil qilib, u maksimum yengilashga berishmayapti. Bu degani глубокий откат holatda aktiv degani, ya'ni 65 mingdan tagiga tushib, keyin ko'ramiz 62 mingdagi reaksiyasini ko'rib turib, keyin agar minimum yengilashga berishmasa, maksimum yengilaydi va любой откатdan yana dalishi 77 ming yoki 84 minggacha chiqishi mumkin bo'ladi. Ya'ni lokalniy уровеньdagi aktivlar. Lekin bargan globalniy trendda bu tushuvchi shu 50 minglar atrofi, 53 ming, 55 ming atrofigacha tushish ehtimoli bor. Shu narsani hisobga olishimiz kerak. Endi Ethereum masalasida, Ethereumda ham xuddi shu ko'rinish, buni ko'ramiz. 'tmishda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Kuchli tashagandan keyin unga nisbatan bitta ложный qilib keyin ketgan. Shu holatlarga e'tibor berib turamiz. Ya'ni hozir ложный qiladigan vaziyat ko'rmaymiz. Ya'ni chunki sotib oluvchilar narx любой o'ssa ham sotuvchilar bosim bilan uyushtiryapti. Ya'ni selling pressure bor bu yerda hali ham. Shu sababdan mana shu narsaga e'tibor bergan holda mana ko'ramiz, sotuv ob'yemlari ham kuchli. Shuning uchun hozirdan bu narsaga, ya'ni razvorot modelini bu yerda ko'rmaymiz. Yana kuchliroq, ko'proq tushish ehtimoli bor. Shuning uchun mana 14 ming atrofini belgilaganmiz, bu kuchli 60dagi поддержка, lekin undan ham pastroqga tushish ham mumkin. Mana masjidlar razvorot olgan. Ko'rasizlar, 1500, 1150, 1200 atrofidan keyin kuchliroq razvorot modelini ko'rishimiz mumkin Ethereumda. Xo'p. Shu tarzda biz aktivlarga e'tibor beramiz. Endi qaranglar. Hozirgi tahlilimizdan kelib chiqqan holda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Boya aytdik, oil kompaniyalarga bitta kichkina oil kompaniyani aytib ketaman. Chunki 2022-yil
Rossiya bilan Ukrainada urush boshlanganda ham qaysi aktivlar zo'r o'sgan deydigan bo'lsak, Indo degan korxona bo'lgan. Ya'ni kichkina kapitalizatsiya, lekin moshniy rost beradigan korxonalardan bittasi. Mana zo'r turibdi bu ham, qaranglar. Zo'r o'sishli bo'lgan. Hozir sizlarga ko'rsataman nima bo'lgan o'sha yili. Qaranglar mana. Urush boshlangandan keyin 2022-yil aktiv narxi $3. 86 dollargacha chiqqan. Ya'ni bir oy ichida. Chunki o'sha voqealik sodir bo'lgandan keyin shunaqa pamp bo'lgan. Endi hozirgi paytda nima turibdi degan bo'lsak, strukturni ko'rishimiz mumkin. Işte bu o'suvchi trendda. Ya'ni lokalniy уровеньda o'suvchi, globalniy bunga nisbatan lower high, ya'ni tushuvchi trend ko'rishimiz mumkin, lekin lokalniy уровеньda balandroq globalniy minimumlar hosil qilib ketmoqda. Shu sababda mana mashina bitta o'zingizga olib qo'ysanglar bo'ladi. Mana LGVM degan ikkinchi kichkina kapitalizatsiyaga ega bo'lgan korxona 55 sent ekan. Mana mashi ham lokalniy уровеньda уже razворот formatsiyasi bor bunda. Mana mashi aktivi ham sizlarga qisman e'tiboringizga olib qo'yishi, agar paper trade'da savdo qilayotganlar bo'lsa, bemalol paper trade'da, agar swing trade qilib, ya'ni realniy pul bilan boshqarayotgan insonlar bo'lsa, 50-49 mana предыдущий eng globalniy minimum tagiga stop qo'ygan holda, пожалуйста, bemalol savdoga kirsanglar bo'ladi. Примерно 10% atrofida zarar, lekin potensial juda ham kuchli. LGVN ham 60 ga, ya'ni kuchli pump bo'luvchi, ya'ni shunaqa voqealiklarda zo'r o'suvchi korxonalardan bittasi. Reverse split qilgan ekan orada, shu uchun uncha ko'ra olmaymiz. 22-yil bo'lgan voqealik. Lekin esimda bor, shu mana LGVN ham zo'r o'sgan, Indo zo'r o'sgan, Husa degan korxona bo'ldi, u delist bo'lib ketdi. Yana qanaqa korxonalarni bilasizlar? Oil kompaniyalarga taalluqli. Shularni gruppada yozib qoldiringlar. Qani birgalikda ko'rib chiqamiz. Kuninglar xayrli o'tsin. Ramazon oyingizlar muborak bo'lsin. Yaxshiliklarni ko'rishaylik. Xizmatdamiz.